Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Hozir biz Haqlaboddamiz. Haqlaboddagi tunakafon ishimizni ish jarayonidamiz. Bu joylarimizga MD fasonli tunakada qo'yilgan varianti tashqi novo, oqqa mokri ranglarimiz ishlanyapti. Bu joylarga ham e'tibor beramiz. Bu tomonimiz ochiq so'ri ekan, so'rin tepasini yoqib beryapmiz. Bolamiz mo'ykada ishlagan oldi. Bu joylarimizda regellar bor edi, temir ko'riblarimiz ham go'zal holatda bo'lyapti. Bu darvozadan kirish joyimiz. Bu joyimiz perikos. Bu yerda ham perikos bor, naryoqda ham kichkina so'rin tepasida. Polni perikos, endi eski uylarda hammasida perikos bor, lekin iloji boricha haligi ko'zga tashlanmaydigan qilib perikoslarni yo'qotib ketamiz, imkon boricha. Endi perikos bo'lmasa yaxshi, endi iloji yo'q, perikosimiz rosa ko'p. Ko'riblarimiz kamariga to'g'ri kelgan. Joyimiz haligi koridorga o'xshagan joyimiz. Tunakafon xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib yuribmiz. Birinchi o'rinda sifatni qo'yamiz. Shagid bo'lyapti. Birijba. Bu katta ustamiz, bolani qo'lidan chiqyapti hamma yoq.